Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'rmanlar. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünə qızğın qarşı alamiz. Mən Ərşidin İdiqot. Tövəndə vətənimiz Şərqi Türkistan və dünya gün tərtibigə əlaqədar mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qani diqqətinizlər ekranımızda olsun. İnsan hüquqları fəaliyyətçiləri Xitayning bastırışını texmo kengaytganligini ta'kidlashdi. Xalqaro inson hüquqlari kuni munosabati bilan inson hüquqlari faoliyatchilari Xitoyning bostirishni texmo kengaytganligini, zo'r turkumdagi Uyg'urlarning tutqunda ekanligini ta'kidlashdi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, 10 dekabr Xalqaro inson hüquqlari kunining 74 yilligi munosabati bilan Amerikada inson hüquqlari masalalariga markazlashgan tashkilotlar 2024-yili Xitoyning inson hüquqlari dafsanchiligining doirasini texmo kengaytganligini, mahbuslarni texmo ko'paytganligini bildirishgan. Xabarda bildirilishicha, Xitoyda iqtisodiy masalalar yoki Xi Jinping haqida fikr bayon qiluvchilar qo'lga ilingan. Xitoy rejimining o'qituvchilarga qaratilgan insoniy huquq dafsanchiligi kunsiri vahshiylashgan. Mahbuslarning o'qituvchilarning ahvoli kunsiri qiyinlashgan. Siyosiy, ijtimoiy, diniy va boshqa sabablar tufaylidan Xitoyda adolatsizlikka uchraganlarga insonparvarlik yordami berish maqsadida xizmat qilayotgan foyda olmaydigan Xitoy insonparvarligi nomli tashkilot 7 dekabr San Fransiskoda Xitoyning 2024-yillik inson hüquqlari ahvoli haqida doklad berish yig'ini ochgan. Yig'inda 2024-yili Xitoyning turli dafsanchiliklari fosh qilingan. Dokladda aytilishicha, inson hüquqlari advokatlari Xitoyda davomli ziyonkashlikka uchragan va ularning erkinligi cheklangan. Xitoyda bir qism dangliq advokatlar, siyosiy faoliyatchilar, turli dinlarga e'tiqod qiluvchilar va vijdon mahbuslari qo'lga ilingan va jazoga tortilgan. Xitoydagi siyosiy mahbuslarga ko'ngil bo'lish sonliq ma'lumot ombirining CPPC xabariga asoslanganda, navbatda Xitoyda qamalgan 1700 dan ortiq tunilgan vijdon mahbuslari bor bo'lib, tunilmaganlari texmo ko'p ekan. İnsan hüquqlari faoliyatchilari Amerika ovoziga, amaliyotda Xitoyda tutqun qilingan vijdon mahbuslari texmo ko'p. Ularning ko'pinchisi statistikaga kirgizilmagan. Hozir Hong Kongda 1500 dan ortiq siyosiy mahbus bor. Xitoyning cho'ng quruqdagi siyosiy bostirish ahvoli Hong Kongga qaraganda texmo ko'p. Bu nüfus nisbatiga asosan Xitoy cho'ng quruqligida kam deganda 100 minglagan vijdon mahbuslari bor degan. Ular yana Xitoydan nurg'un kishilarning diniy e'tiqodi sababli turmaga tashlanganligini, zo'r turkumdagi Uyg'urlarning turmaga tashlanganligi, Xitoyning rasmiy ma'lumotlariga asoslanganda tutqun qilingan Uyg'urlarning 5% ga yetadiganligi, tutqun qilinganlarning nurg'unlarining qo'yib berilmaganligi qayd qilingan. Undan boshqa 2024-yili Falun Gong muritlari ichidan 863 kishi tutqun qilinib, shu yili jazoga hukm qilinganligi, ziyonkashlikka uchragan xristianlar va boshqa dinga e'tiqod qiluvchilarning e'tiqodi sababli tutqun qilinganligi, undan boshqa sababli qo'lga ilingan kishilarning soni texicha hisoblanmaganligi uqtirilgan. Qurolli guruhlar Bermaning asosli g'arbiy chegarasini kontrol qilgan. Berma armiyasi bilan urush qilayotgan eng kuchli oz sonli millat qurolli guruhlarining biri bo'lgan Arakan armiyasi Bengal bilan chegaralanadigan 271 kilometr uzunlikdagi chegara rayonni butunlay kontrol qilib, strategik g'arbiy shahar Maungdovdagi eng oxirgi harbiy qorovulxonani egallagan. Bu Arakan armiyasi Shimoliy Raxin shtatini butunlay kontrol qilganligidan, bu qurolliqlarning bu yerdagi avtonomiya huquqini qo'lga keltirishda yana bir qadam ilgariligini derak berdi ekan. Bildirilishicha, Raxin shtati Bermaning ichki urushida qiziq nuqtaga aylangan. Ichki urushda demokratiyani qo'llaydigan partizanlar va avtonomiya huquqi talab qilgan oz sonli millat kuchlari Bermaning harbiy hukumatiga qarshi jang e'lon qilgan. Bermaning harbiy hukmronligi 2021-yili saylangan sobiq hukumatni ag'dirib tashlagandan keyin hokimiyat beshiga chiqqan edi. Arakan quruqliq armiyasining bayonotchisi Xayang Tukha birlashma agentligiga 9 dekabr kechda noma'lum o'rindan kelgan qisqa uchur orqali o'zining tashkilotining yakshanba kuni Maungdovdagi eng oxirgi harbiy o'rnini egallab olganligini aytgan. Uning aytishicha, bu o'rinning brigada komandiri urush maydonidan qochishga uringanda qo'lga ilingan. Birleşken Devletler Teşkilatı Suriye haqida bayonot e'lon qildi. Birleşken Devletler Teşkilatı Baş katibi Antonio Guterres Suriyadagi Bashar Asad hokimiyati ag'dirilgandan keyin yozma bayonot e'lon qildi. Guterres Suriyaliklarning Suriyaning kelajagini belgilashi kerakligini ta'kidlab, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Suriyadagi alohida vakili Geir O. Pedersenning bu yo'nalishni davomli qo'llaydiganligini ta'kidladi.
Guterres bayonotida 14 yil davomlashgan vahshiyona urush va mustabid hokimiyat oxirlashgandan keyin Suriya xalqi muqim va tinch kelgusi barpo qilishdek tarixiy fursatga erishdi dedi. Guterres tartiblik siyosiy o'tkinchi bosqichga kafolatlik qilish uchun qilishga tegishlik nurg'un xizmatlarning borligini ta'kidlab, bu sezgur paytda zo'ravonlikdan saqlanish va kamsitishsiz tariqada barliq suriyaliklarning huquqini qo'g'dash chaqiriqimni qayta ta'kidlayman dedi. Guterres konsullar va diplomatik organlar bilan bu yerda xizmat qilayotgan xodimlarning xalqaro qonun bo'yicha qo'g'dilishi kerakligini ta'kidladi. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken bayonot e'lon qilib, Bashar Asad hokimiyatining 2011-yildan buyangi ishonchli siyosiy musofani rad qilishi va Rossiya bilan Iranning insoniyatga xilof qo'llashiga tayinishi uning halok bo'lishiga sabab bo'ldi dedi. İsrailiyaning qatliamlarida qazo qilgan falastinliklarning soni davomli oshmoqda. Israiliya armiyasining 2023-yili 7-oktyabrdan boshlab G'azza rayonida davomlashtirayotgan qatliamlarida qazo qilgan falastinliklarning soni yaqinqi 24 soat ichida 50 odam ko'payib, soni 44758 ga yetdi. G'azzadagi Falastin Sahiyya Ministrligi tarafidan e'lon qilingan bayonotda Israiliyaning uda 430 kundan buyon G'azza rayonida davomlashtirayotgan qatliamlari haqida ma'lumot berilgan. Bayonotda Israiliya armiyasining yaqinqi 24 soat ichida G'azzaning o'xshamagan rayonlarida yurgizgan 3 qitimli qatliamlari davomida yana 50 falastinlikning hayotidan ayrilganligi, 84 falastinlikning yaralanganligi bayon qilingan. Bunun bilan Israiliyaning 2023-yili 7-oktyabrdan boshlab G'azza rayonida davomlashtirayotgan qatliamlarda qazo qilgan falastinliklarning sonining 44758 ga, yaralanganlarning sonining 106134 ga yetganligi eskartilgan. Bayonotda yana xarobaliklarning ostida va yo'l bo'ylaridami jasadlarning borligi, ammo Israiliya askarlarining to'solg'u bo'lishi sababidan davolash atratlari bilan xalq mudofaa xodimlarining jasadlarini ololmayotganligi ta'kidlangan. Peskov Asadga panohlik berish masalasini Putin qaror qiladi dedi. Rossiya prezidentlik mahkamasi bayonotchisi Dmitriy Peskov Suriyaning ag'darilib tashlangan rahbari Bashar Asad va uning oilasidagilarga panohlik berish huquqining Rossiya prezidenti Vladimir Putinning qo'lida ekanligini bildirdi. Rossiya prezidentlik mahkamasi bayonotchisi Dmitriy Peskov poytaxt Moskvada muxbirlarga Suriyaning navbatdagi vaziyati to'g'risida bayonot berib, Rossiyaning Bashar Asad va uning oilasidagilarga panohlik berish qarori to'g'risida to'xtalib, buningga o'xshash qarorlar prezidentning ruxsatisiz chiqarilmaydi. Bu uning qarori degan. Peskov Putinning hozircha Bashar Asad bilan ko'rishish planining yo'qligini tilga olgan, ammo Bashar Asadning o'rni haqida uchur berishni xohlamadi. Peskov Rossiyaning Suriyaning Himeyim va Tartus rayonlaridagi harbiy bazalarining ahvolini tilga olib, qandaqla bo'lmasin bu Suriyada hokimiyat yurgizuvchilari bilan maslahatlashishga tegishli masala. Hozir o'zgarish va chekidan oshgan muqimsizlik davri davomlashmoqda. Shunglashqa vaqtga hamda astoydil kengashishga ehtiyoj bor degan. U bu bazalarning bexatarligiga kafolatlik qilish uchun zarur qadamlarning tashlaganligini aytgan. Peskov Rossiya, Turkiya va Iranning Suriya masalasini hal qilish uchun qurgan Ostona suhbatiga ishorat qilib, bu suhbat ahamiyatini yo'qotdi. Boshqa tarafdan mazkur davlatlar o'rtasidagi fikr almashtirish va siyosiy kengashish mexanizmi sifatida hamisha kuchga ega. Ma'lum ma'nodan aytganda bu maslahatlar albatta davomlashadi degan. Shundaqdimi u yana Suriya vaziyati to'g'risida Turkiya va rayondagi boshqa davlatlar bilan aloqani davomlashtirayotganligini so'zlariga ilova qilgan. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Atigi programmada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.